Assalomu alaykum. Bugun Targaryenlar sulolasining salkam 300 yillik temir taxtga egaligini tugatgan Robert Baratheon qo'zg'oloni haqida gaplashamiz. Boshladik. Hammasi Harrenhal'dagi turnirdan boshlanadi. Aegon istilosidan keyingi 281-yilda qishni tugashiga atab Walter Went oilasi tomonidan Harrenhal turniri o'tkaziladi va bu turnir undan oldingi turnirga nisbatan 3 barobar qiymatliroq mukofotlarni qo'yadi. Lekin ko'pchilikning fikricha Walter Went oilasi bu darajada boy emasdi va asosiy homiy qirol Aerysning to'ng'ichi va merosxo'ri Rhaegar Targaryen ekanligi haqida mish-mishlar paydo bo'la boshlaydi. Gap shundaki, Rhaegarning homiylikdan maqsadi go'yoki Westerosdagi yuqori oila vakillarini yig'ib, otasi Aerysni taxtga yaroqsiz va telbanamo bo'lib qolganini va o'rniga o'z nomzodini qo'ymoqchi ekanligi iddao qilinadi. Yana bir muhim ma'lumot. Aerys Harrenhal turniridan 4 yilcha avval soliqlar muammosi sababli Duskendale hududiga borganda asirlikka tushib qoladi va yarim yil mobaynida asirlikda yashaydi. Va aynan mana shu yarim yillik asirlikdagi hayot ko'pchilikning fikricha aynan uni telba qirolga aylantirgan deyishadi. U o'ng qo'li Tywin Lannister hamda o'g'li Rhaegar Targaryen Duskendale'dagi asirlikni uyushtirib, uni o'ldirmoqchi bo'lgan degan gumonda bo'ladi va Tywin bilan munosabatlari yomonlashadi. O'g'liga ham oldingidek muomala qilmaydi. Aerys shundan keyin odamlarga umuman ishonmay qo'yadi. Hatto yaqinlariga, uzoqdagi oddiy odamlarniki aytmasa ham bo'ladi. Shundan keyin u Qizil qasrni, ya'ni qirol qarorgohini 4 yilga yaqin muddat toki Harrenhal turnirigacha tark etmaydi. Lekin aynan Harrenhal'dagi turnirda ko'rinish beradi. Sababi Varys unga Harrenhal'dagi turnir Rhaegar Targaryen homiyligida o'tayotganini va turnirdan maqsad Rhaegarni taxtga o'tkazish ekanligi haqida mish-mishlarni yetkazib, Harrenhal'ga borishga ishontiradi. Harrenhal'dagi turnir boshlandi. Yuqori martabali oila vakillari, Starklar, Baratheonlar, Martelllar ham Harrenhal'ga kelishgan. Shundan keyin turnir bir necha kun qizg'in va qiziq davom etdi va eng zo'r ritsarlar g'alaba qozonib, final kunlari yaqinlashdi. Axiyri finalda Rhaegar Targaryen Ser Barristan Selmy'ga qarshi jang qilishi aniq bo'ldi. Va Rhaegar Ser Barristanni mag'lub etib, g'alaba qozondi. Haqiqiy tartibsizlikdan oldingi sukunat. Hamma Rhaegar Targaryen toj shaklidagi atirgullarni Elia Martellga, ya'ni o'zini rafiqasiga berishini kutyapti. Lekin Rhaegar tojli atirgulni olib, Starklar oilasidan bo'lgan va Robert Baratheonga unashtirilgan Lyanna Starkka tojni beradi. Rhaegarning bu harakati Starklar oilasiga ham, Baratheonlar oilasiga ham, hattoki Martelllar oilasiga ham tushunmovchiligiga sabab bo'ladi. Turnir yakunlandi. Oradan ma'lum vaqt o'tib, Lyanna Stark hamda Rhaegar Targaryen g'oyib bo'lib qolishadi. Catelyn Tullyga uylanish uchun yo'lga chiqqan Brandon Stark singlisini yo'qolib qolganini eshitganidan keyin qirollikka yo'l oladi va qirollikka borib turib Rhaegar qasrdan chiq va o'l deb baqiradi. Lekin Rhaegar u yerda emasdi. Qirol Aerys esa shahzodani o'ldirish bilan tahdid qilgani uchun Brandonni qamoqqa tashlaydi. Brandon Stark qamoqqa tushganini eshitgan Rickard Stark, ya'ni o'g'lini qamoqdaligini eshitganidan keyin 200 ga yaqin shimollik odamlarni olib qirollikka yo'l oladi va sud orqali jangni talab qiladi. Qirol Aerys esa chempion sifatida olovni tanlaydi va shu bilan Rickard Starkni ham, Brandon Starkni ham o'ldiradi va telbalikning oxirgi harakatini amalga oshiradi. Jon Arrynga uning vasiyligidagi Robert Baratheon hamda Ned Starkni o'ldirishini talab qilib xat yuboradi. Jon Arryn esa bu talabni rad etadi va bayroqlarini qirollikka qarshi ko'taradi. Shuningdek, qarg'alar orqali 7 qirollikka qo'zg'olonga qo'shilish haqida taklif jo'natiladi. Lekin faqatgina Shimol, Vale, Stormlands va Riverlands qo'zg'olonga qo'shiladi. Qolganlar esa yoki qirol tomonidan bo'lishgan yoki Tywin Lannisterga o'xshab neytral pozitsiyada hech qaysi tomonga qo'shilmagan. Urush boshlandi. Ned Stark qo'shin to'plash uchun shimolga yo'l oladi. Xuddi shu maqsadda Robert Baratheon ham kema orqali Stormlandsga yetib boradi. Lekin Stormlandsga kelganda ayrim oila vakillari Robert Baratheonni qo'llamasdi va buning natijasida bir kunda Robert Baratheon 3 ta har xil jangda qatnashadi va uchalasini ham g'alaba qozonadi. Endi u shimoldan kelayotgan qo'shin bilan birlashish kerak edi va Stormlandsdan yo'lga chiqar ekan
uni Randall Tarli kutib turgandi. Jang paytida Tayrell oilasini ham Tarlilar tomonga qo'shilishi Robertni qo'zg'olondagi birinchi mag'lubiyatiga sabab bo'ladi. Lekin yutqizishga qaramay, Robert mavjud qo'shinni yana yig'ib shimolga chekinadi. Tayrellar esa Robertni ta'qib qilmaydi, aksincha ular Stormlandsga yo'l oladi va u yerda lord hisoblangan Robert ukasi Stannis Baratheon qal'asini qamal qilishni boshlaydi. Robert shimolga yurar ekan, tabiiyki qirollik ham jim turmaydi. Qirol Aerys o'ng qo'llik vazifasida bajarayotgan Jon Canningtonni qo'shin bilan Robertni ta'qib qilib, unga yetib olish uchun jo'natadi. Lekin Robert qo'shini bilan Stony Sept shahridagi aholi orqali yashirinadi. 2 kun o'tib shimoldan Ned Stark, Riverlandsdan Tullilar oilasi birgalikda yetib keladi va Jon Cannington qo'shini bilan ko'chada jang boshlanib ketadi va Robert Baratheon ham jangga qo'shilib, Jon Canningtonni duelga chaqiradi. Va duel natijasida Jon Cannington deyarli o'lim yoqasiga kelganda u qo'shinini chekinishga buyuradi va birinchi katta g'alaba qo'lga kiritildi. Jon Canningtonni mag'lub bo'lganini eshitganidan keyin qirol Aerys uni o'ng qo'llik vazifasidan olib tashlaydi va vaziyat jiddiyligini bilganidan keyin qirollikda bir qancha yerlariga bosh beraman sirriga aytib turib, yashil olovi o'rnattiradi. Agar shahar mag'lub bo'ladigan bo'lsa, uni 500 million aholisi bilan yoqib yubormoqchi bo'ladi. Lekin urush hali tugamagandi. Maydonga Rhaegar Targaryen chiqadi. U janubdan 40 mingga yaqin qo'shinni to'playdi. Aynan qirolni qo'llab-quvvatlaydigan oilalarning yordamida 40 mingga yaqin qo'shin bilan avval qirollikka boradi. Qirollikdan keyin urushni butunlay to'xtatish uchun shimolga yo'lga chiqadi. Bu vaqtda Riverranda qo'shaloq to'y bo'layotgandi. Ya'ni Ned Stark Catelyn Tulliga, Jon Arryn esa Liza Tulliga uylanadi. Shu bilan asosiy 4 ta oila Starklar, Baratheonlar, Arrynlar va Tullilar oilasi bir yaxlit holda 35 mingga yaqin qo'shinni birlashtiradi va asosiy jang boshlanadi. Rhaegar Targaryen qo'shini bilan Trident daryosini kechib o'tayotganda uni Robert Baratheon kutib oladi. Ayovsiz jang boshlandi. Bir necha soatdan keyin ham jang olovli pallasida edi. Ikki tomon ham teng kuch bilan jang olib borayotgandi va nihoyat markazda Robert Baratheon shahzoda Rhaegar Targaryen pozitsiyasiga yetib keldi va uni duelga chaqiradi. Rhaegar Robertni jarohatlay olgan bo'lsa ham, Robert Rhaegarni ko'kragiga o'zini urush bolg'asi bilan o'ldiradigan zarbani beradi. Shahzodaning o'limi qo'shinga ruhiy zarba berdi va qo'shin tarqala boshladi. Jang tugadi. Robert g'alaba qozondi. Urushdan keyin jarohatlangan Robert Ned Starkdan qirollikka borishni iltimos qiladi va xuddi mana shu vaqtda Tywin Lannister ham Casterly Rockni tark etib qirollikka yo'l oladi va birinchi bo'lib qirollikka yetib keladi. Bundan oldin esa Aerys xotini hamda ikkinchi o'g'li Viserysni Dragonstone'ga jo'natgandi, lekin Elia Martellni farzandlari bilan ushlab turgandi. Sababi u Martelllar Trident jangida Rhaegarga xiyonat qilgan deb ishongan. Tywin eshiklar ochilganidan keyin qirol tansoqchilariga hujum qilib, birin-ketin ularni o'ldirishni boshlaydi va o'zini sodiq odami Gregor Clegane'ga Elia Martellni farzandlari bilan qo'shib o'ldirishni buyuradi. Tywinni aldaganini bilganidan keyin Aerys bosh beraman sirga yashil olovi ishga tushirib, qirollikka yoqib yuborishni buyuradi. Buni eshitib turgan Jaime Lannister avval bosh beraman sirri va qirol Aerys yana boshqa odamga yashil olov ishga tushirmasligiga buyruq bermasligi uchun keyin qirol Aerysni o'ldiradi. Shundan keyin qirollikka yetib kelgan Ned Stark qirollik ishg'ol qilinganini ko'rganidan keyin singlisini qutqarish uchun Quvonch qal'asiga yo'l oladi va u yerda singlisini farzand dunyoga keltirib vafot etganidan keyin farzandini olib shimolga yo'lga chiqadi. Qo'zg'olon tugaganidan keyin Robert Baratheonda Targaryen qonuni ham ozgina mavjudligi va o'zi temir taxtda o'tirishni xohlagani uchun aynan Robert Baratheon qirol etib saylanadi. Shunday qilib 300 yillik Targaryen sulolasining Westerosdagi dominantligi yakun topadi. Taxtlar o'yini boshlandi.